mana tarkiblar 5-4-1. 10-Xurshid G'iyosov, 77-raqamda Nodirbek Abdurazzoqov. Hushtak chalindi qadrli do'stlar va o'yin boshlandi. Chiroyli o'yin guvohiga aylanamiz degan umiddamiz. To'pni oldirib qo'ydi u. Qarshi hujum bo'lmishiga imkon berishmadi. O'z vaqtida kontrpressing bilan Rustamov to'pni qaytarib berdi. Ofsayd yo'qmi? Xo'sh, to'p qolyapti OKMK vakilida va zarba! Abdurazzoqov yo'q, ofsaydda bo'lgan ekan. Jarima zarbasi. To'p uzatiladi. Uzatma, bosh bilan zarba va darvozabon Sayyotov. Xo'sh, mana pas. Bosh bilan zarba va Sayyotov. OKMKning hujumiga e'tibor qaratamiz. Chap qanot bo'ylab tashkil etilyapti. G'iyosovdan pas, bu yerda Muqimjonov hujumni qo'llab-quvvatlash uchun keldi, biroq Muqimjonov to'pni saqlab qoldi. Dati zarba va mana yana bir zarba Qosimovdan, biroq aniqlik yetishmadi. Ha, hozir u xayolidan o'tayotgan narsalar men tushunib turibsiz. Qosimov sal kuchsizroq tepsam bo'lardi deb o'zini o'zi koyayotgan bo'lsa kerak ichida. Dati zo'r o'ynadi bu yerda. Hamma zo'r o'ynadi. Muqimjonovni ham maqtasak bo'ladi. Oxirgi lahzada hozircha yo'l topa olmayapti jamoa. Endichi mana tezlikda yutqizdi va mana pas, zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Xolto'rayev bu safar yutib chiqdi tezlikda va Beshimovga to'pni tashlab berdi. Beshimov esa ikkinchi qavatdagi to'p uchun kurashda yutdi va uchrashuvda hisobni ochmoqda. 1-0. Mezbonlar hisobda oldinga chiqib olishyapti. Shunda ham aniq to'pni yetkazib bera oldi. Mana o'sha bahs tezlikda deyarli teng yugurishdi, lekin birinchi ulgurdi Xolto'rayev va rikoshet bilan aynan qarang, Islom To'xtaxo'jayevga tegib borgan ekan to'p. Bu rikoshet aksincha omadli bo'ldi. Va darvozabon Sayyotov ham pand berib qo'ygan ekan hozir OKMKga. Qarang. To'pga chiqib kelishda u chalg'itib qo'ydi hozir himoyachini. Va unda hech narsa bo'lmadi va hakam o'z hushligini chalib birinchi bo'lim yakunlanganligini ma'lum qildi. Qadrli do'stlar, hozircha hisob 1-0. Qo'qon 1912 jamoasi hisobda oldinda bormoqda. Markaziy stadionda Superliganing 9-turidan o'rin olgan Qo'qon 1912 hamda OKMK jamoalari o'rtasidagi bahs bo'lib o'tyapti va uning Qo'qon 1912 futbolchilari endi qarshi hujumga harakat qilib ko'rishadi. Yana long gol, ofsayd yo'q va darvozabon va bu vaziyatda Sayyotov. Standart vaziyat. Hozircha umuman birortasi xavfli tugamadi. Qani balki bu safargisi muvaffaqiyatli bo'lar. Zarba bor. Bu safar ikkinchi qavatda zarba berildi, lekin foyda bo'lmadi. Ko'rishmasa, topisha olmasa kadr hozir ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Yelkaga emasmikin? Yaxshi, turli xil rakurslardan ko'rish imkoniyati bo'lyapti, qarang. Qo'l emas, menimcha qo'l emas bu. Meni ham bilmadim. Boshga, keyin yelkaga. Ya'ni men ikkinchi futbolchining nazarda tutyapman. Qo'qon 1912 jamoasining ikkinchi futbolchining. Yo'q, o'yin davom etadi. Aytdim-ku, o'zgarishlar boshlanyapti. Mehmonlarda ham, mezbonlarda ham. Agar mag'lubiyatga uchrasa jamoa. Yo'qotishlar bor, aytib o'tdik. Diskvalifikatsiya, jarohatlar bor. Hozir yaxshi imkoniyat. Ruben Sanchesmidi yo'q. Bu Xolmurodov ekan, Xolmurodov. Yaxshi, hozir qarshi hujum bo'layapti. Mana 4-2 imkoniyat hozir. Qo'qon 1912 futbolchilarida yaxshi imkoniyat bor. Tezroq qaror qabul qilish kerak. Mana pas, zarba yo'q. O'xshamadi. Himoyachi O'lmasaliyev. Pas yana muvaffaqiyatsiz. Yosifdan endi uzatma, zarba va gol! 1-1 baribir standart vaziyat o'z foydasini berdi. Ko'payib ketdi chunki avtogol muallifi O'lmasaliyev o'z aybini yuvmoqda. Biroz oldin u xavfli hujumni bartaraf etib ham qisman yuvgan edi bu aybini. Ana endi esa gol ham urib beryapti.
G'iyosovdan assist. Murshid G'iyosovdan navbatdagi golda o'sha ishtirok. 7 ta golda qatnashdi. Yo'q, 7 ta golda qatnashgan edi mana shu uchrashuvga qadar, endi 8-golda mana qatnashyapti. Oxirgi 10 daqiqalik boshlandi, ammo bilasiz, qo'shimcha daqiqalar ko'proq bo'ladi, chunki to'xtalish cho'zildi. O'sha VAR vaziyatni ko'rib chiqqanda cho'zilib ketdi. Endi esa Sobirxo'jayev hozir to'pni olib qo'ydi. Uzoq masofadan qanday super zarba va gol! Sobirjonov o'zining individual mahorati evaziga OKMKni hisobda oldinga olib chiqyapti. Super gol! 2-1 qadrli do'stlar. OKMK navbatdagi comebackni amalga oshiryapti. Ha, bizga aytmagandik, bu jamoa iroda ko'rsatishni biladi, xarakter ko'rsatishni biladi deb. Takroran ko'ramiz, kim edi bu yerda hozir himoyachilardan to'pni uzatishda kech qolgan. Qosimovga o'xshayapti yoki Salimovmi? Qo'pol xato aynan shu yerda boshlandi. Sobirjonov to'pni olib qo'yishdan tashqari mana bunday 14-hududdan undan hattoki sal olisroq nuqtadan mana bunday super zarba yo'lladi. Darvozabon Isoqov ikkinchi taymda ehtiyotkorlikka ko'proq e'tibor qaratildi va bu albatta jamoaning zarariga ishladi. Kondratyuk hozir zo'r imkoniyat yaratib beryapti jamoadoshlariga. Yo'q, mana zarba. O'y, hozir super gol bo'lishi mumkin edi. Super gol urib qo'yishiga bir baqiya qoldi. Takroran ko'raylik. Qizg'anmadi ushbu vaziyatda Shotak va Zava. Qo'qon 1912 futbolchilaridan yana bir hujum. O'y, qarang, o'tkir burchakdan yo'llangan zarba. Sal qoldi hozir darvozaga kirib ketishiga. Hasanov edi hozirgi zarba muallifi. Muhammad Anas Hasanov shuncha futbolchi qo'rshovidan chiqib ketib, agar gol urib qo'yganida bormi? Shubhasiz turning eng chiroyli goli bo'lishiga da'vogar gol bo'lardi bu. To'p yana OKMK futbolchisiga kelib tushdi. Ruben Sanchez. Hujum davom etadi. Xolmurodov, mana pas, zarba va gol! 3-1 himoya buyog'iga yanada sustlashib ketdi hujumga, chunki e'tibor oshib ketgan edi va buning oqibatida OKMK 3-golni urib, intrigani endi yo'qqa chiqaryapti. Ha, zaxiradan tushganlar o'yinni qutqarib beryapti. Qosimov, Mirjalol Qosimovning hozir tanlovi, u zaxiradan tushirgan futbolchilar o'yinni qaysidir ma'noda yutib berishyapti ham. Takroran ko'ramiz, zaxiradan tushgan Xolmurodovdan pas va bu yerda zaxiradan tushgan Sobirjonov dublga erishyapti. Uchubar. OKMK lekin o'tgan turda buni uddalagan edi. Mana shunday oxirgi daqiqalarda comeback qilib ketgan edi. Bu shubhasiz bunaqa comebacklar kam uchraydi. Hozir esa Sobirjonov hat-trikka erishishi mumkin. Qarang, salkam birga vaziyat. Sobirjonovdan zarba! Va biroz aniqlik yetishmadi. Mana shu futbolchi to'g'risida zo'r qo'shildi o'yinga. Ayrim jamoalarda chunki bu bor, hanuzgacha bor. Yosh chap qanotdan Akramov. Pas, zarba! Va! 96-daqiqa o'tib boryapti. O'yin deyarli yakunlanay deb qoldi. Tushunsa bo'ladi. Va Najaf Aliyev uchrashuv yakunlanganligini ma'lum qilmoqda. Qoyil, OKMKga yana bir marotaba qoyil qolish kerak. Jamoa yana xarakter ko'rsatib g'alaba qozondi.